Mana bu 2 yashar o'rik ko'chatimizni rivojlanishi mana hurmatli bog'bonlar. Mana shunday qilib turib hozir mana may oyining 4-chishlasi bugun shu ishni amalga oshiryapmiz. Mana salgina siyraklatib o'rtadagi qalin bo'lib ketgan novdalarni mana olib tashlab turibmiz. Nasib qilsa mana shunday qilib turib sal siyraklashtirsak, quyosh tushishni yaxshilasak, mana buğday atizimizda mana shunday tipimizni shakllantirganmiz bahorda, lekin mana endi yoz davridagi yozgi kesish deb hisoblaysizlar. Mana shunday qilib turib amalga oshiryapmiz. Mana endi sal har xilay mana tagiga nima qilganlarini mana olib mana shunday ochib ham shamol kirishini ham yorug' tushishini mana shu ahvolda amalga oshiryapmiz. Salomat bo'linglar.